Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan bolalarda ko'p uchraydigan kasallik raxit bilan gaplashamiz. Raxit bu tanadagi fosfor va kalsiy tuzlarining yetishmasligi bilan tavsiflangan suyak to'qimalarining yumshashiga olib keluvchi kasallik hisoblanadi. Bolalarda raxit kasalligi sabablari: quyosh nuri yetishmasligi, D vitamini tanqisligi, kalsiy va fosfor almashinuvining buzilishi, noto'g'ri ovqatlanish, ovqatlanishda D vitaminining kamligi hisoblanadi. Raxitning belgilari: raxitda oyoq qiyshayis turlari: osmon varus qiyshayis, oyoqlar tizza bo'g'imidan tashqariga qarab egilib, O harfiga o'xshab qoladi. X-simon valgus qiyshayis, tizzalar ichkariga qarab egilib, tomonlar bir-biridan uzoqlashadi va X shakliga o'xshab qoladi. Bosh suyaklarining shaklining o'zgarishi. Peshona va ensa tuynuklarining kattalashishi. Ensa sohasida sochlarning siyraklashishi. Ko'krak qafasining voronkasimon deformatsiyasi. Qovurg'alarning tashqariga kengayishi. Davolash: ertalabki quyoshdan sayr qilish, ratsionga vitamin D ga boy mahsulotlar qo'shish, vitamin D va kalsiy preparatlari qabul qilish shifokor tavsiyasi bilan. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.